Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyeresi de gacırız, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış kimin 25. yıl 7. ayının 29. günü. Hepteki sevşembe vatandaş. Bugün sizlerge vaziyetini tahlil kılışının avval materyalını tapşırıyorsunuz. Materyalını anlayan vatandaşım. Bugünkü vaziyet cuma. Sizler şundak bilip şundak anlayan vatandaşlar. Prezident Donald Trump tuyuksuz ciddi ifade bildirdi. Mavzulu haber 7. ayının 28. günü Venbitor bitili ilan kılındı haber mındak başlandı. Köplügen matbuatla yakından bir haber kılıp Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ile görüşüşünü isteydi dep haber kılıştı. 7. ayının 28. günü Prezident Donald Trump teşebbüskarlık ile fikir kaldırıp Xi Jinping görüşüşünü isteydi degan sözünü inkar kılıp Xi Jinping bilen görüşüşünü isteydi degan sözünü inkar kılıp geçirenler. Prezident Donald Trump Xi Jinping Cumhur'u ziyaret kılış teklif kılsa men andın Cumhur'u ziyaretke baraman dep taktildi. Bundak bolmaydıken mening Cumhur'u ziyaret kılış hevesim yok. 28. günü kaçtı universal matbuatta fikir kaldırıp Prezident Donald Trump yalgan haberlerde mening Cumhur'un Reis Xi Jinping bilen görüşüşünü isteydi gallığım haber kılındı. Bu doğru emas. Men her qandaq işe istengen emas. Yani Cumhur'a münasebetlik görüşüş, Cumhur'u ziyaret kılış boyunca men her qandaq işe istengen emas, izlengen emas. Prezident Donald Trump mındaq fikir kaldırdı. Men Cumhur'u ziyaretke berişim mümkün. Fakat Xi Jinping teklif kılış asılı yoki men teklif kılgan boluşum lazım. Bundak bolmaydiken mening Cumhur'u ziyaret kılış kızıkışım yok. Prezident Donald Trump vazifege oturgandan beri uzun ötmey men Cumhur'u ziyaret kılıp Xi Jinping bilen görüşemen dedi. 22. günü Prezident Donald Trump bundak görsetdi. Xi Jinping mening Cumhur'u ziyaret kılışımni teklif kıldı. Prezident Donald Trump hükümeti bilen Cumhur oturusu 3. katında soğudu söhbeti başlandı. Bundan buran iki taraf bir neçe aydan beri soğudu toqunuşu için kirip kalgan idi. Köplügen matbuatlar Prezident Donald Trump Xi Jinping bilen yuqori darajada söhbeti ötküzüşünü ümit kıldı. Bu yıl içinde Cumhur'u ziyaret kıldı. Amerika Cumhur soğudu söhbeti gelişim hasıl kılışını ilgili sürdü deyilgen. Öy imaret, yana bir haber vatandaş, öy imaret iktisadi bütünlüğü gumran boldu. Mavzulu haber 7. ayının 28. günü Venbitor bitidi ilan kılındı. Cümleler mındak. AI teknikisi intayin eğer kesbi kriz üstüge yani kesbi kriz elip geldi. Kesple terz elim birim krizisi katlam yetip geldi. Cumhur'da bu kurulma karakterli gömürülüştür. Şivirgallık kış, pesli, öy imaret ticareti yetip geldi. Sen tayyarlık kılıp koydun mu? Muşinçilikle anlamatanlar. Muşte tatlı yeri muşidağa bunanda. Hem de muhabbet karap durun. Haberler karana, kısa haberler hem bu. Amelden kaldırış onursuzluk uçurgandan keyin yaman sübetlik akıbet yetip geldi. Tayvan halkı dikkat, halkılık payet yetip geldi. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump suyuksuz agahlandırış verip Tayvan'dan vazgeçişini çetke kalkmayımız dep görsetti. Şavlın maliyesi 7. ayının 19. günü. Geçiren vatandaş. Tayvan'da yakınlamış bir hafta beride amelden kaldırış kimni amelden kaldırdı yoki nimini amelden kaldırdı men hiç dersi anqıranmadım vatandaş. Acayip bir gayri bir sırlık bir iş oldu Tayvan'da.
yoki matbuotlar kamchil bo'lganlikdan biz bundan to'liq xabarsiz qoldikmi? Men mushin tushunamadim. Tayvan'daki amaldan qoldirish harakati. Lekin shu oraliqda bir jumladan yetib keldi to'rbeti nima deyildi desiniz Jungo Kompartiyasi. Tayvan'da siyosiy o'zgarish qo'zg'ishi mumkin degan gap. Mushu so'zlar bashimni qaymoqtirib turganda endi bugun Shaolin moliyasi bundaq aytibdi. Bu yerda hozir diqqat, Tayvan xalqi debdi, xalqiliq payt keldi debdi bu Shaolin moliyasi. Obzorchisiga taalluq, lekin ma jumlaga qarab turajima. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tuyuqsiz ogohlantirish berib, Tayvanda voz kechishni chetga qoqmaymiz deb ko'rsatdi. Shaolin moliyasi 7-ayning 29-kuni o'tib. Bu siyosat chaqchaq emas, hujuma. Shaolin moliyasini tonimaymiz. Ana shundaq paytda buni prezident Donald Trump dedi desa biz o'z fikrimizda qolamiz. Yaqindan berigacha prezident Donald Trump Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish mumkin degan nurg'un xabarlarni sizlarga yetkazdi vatandosh. Endi ko'ramiz, 7-ayning 29-kuni Shaolin moliyasida bu fikr yetib kelgan davomini anglamoqchimi vatandosh. Jungo Kompartiyasi yana qisqa xabar Tayvanda siyosiy o'zgarish planladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Jungoga qarshi biron chopqin ko'tarildi. Ümit Sadasi TV 7-ayning 29-kuni yutib. Bu xabar bilan yuqorqi xabar bir-birini to'liqlaydi vatandosh. Qisqa xabar, yana bir xabar vatandosh. Turkiya askar chiqardi. Rossiyaga urush e'lon qildi. Kavkaz umumyuzlik urush portildi. Kavkazda umumyuzlik urush portildi. Rossiyaning askariy kuchi yetishmadi. Janub tarafda mag'lub bo'ldi, ya'ni Janubiy Rossiya tarafda mag'lub bo'ldi. Asli mavzu bundaq vatandosh. Rossiya territoriyasi qo'rshovg'i elindi. Kavkaz ittifoqi qurildi. Armeniya Rossiyadan uzul-kesil yuz o'rib g'arb lageriga mayl bo'ldi. Ukraina armiyasi fursatdan foydalanib Krimiyaga shiddatli hujum qildi. O't kuchi tayyorligi to'rbeti 7-ayning 29-kuni yutib vatandosh. Yana bir xabar. Amerika ogohlantirish berdi. Tayvanning vaqti oz qoldi. Ko'rdingizmi? 3-qatim keldi juma xabarda diqqat qiling vatandosh. Amerika ogohlantirish berdi. Tayvanning vaqti oz qoldi. Iqlim masalalari to'rbeti 7-ayning 29-kuni yutib vatandosh. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump Tayvanning prezidenti Lai Ching-tening New York shahridan chegaradan o'tishini chekladi. Tayvan Amerikaga strategik bog'cha bo'lib qoldi. Molon to'rbeti 7-ayning 29-kuni yutib. Masalan, Janubiy Afrikadagi do'st davlatlarga ziyoratga chiqqanda Tayvanning prezidentlari, davlat boshliqlari asos jihatdan hozirgacha Kaliforniya taraf bilan o'tgan edi vatandosh. Bu qatim bu gap o'tirg'i chiqdi. Bu qatim Liu Chongda Tayvan prezidenti Janubiy Amerikaga ziyoratga chiqqanda New York shahridan o'tdi. Oraliqda Washingtonda o'tdi degan gapmi chiqqan edi. Bugun endi nima deydi? Hozir Tayvan prezidenti Lai Ching-tening New York shahri orqali Janubiy Amerikaga ziyorat berishi o'zining ixtiyori, lekin New York shahridan chegarada o'tishi cheklandi deydi vatandosh. Molon to'rbeti 7-ayning 29-kuni o'tib. Yana bir xabar. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov tuyuqsiz mundaq dedi. Rossiya g'arbning xristianlarga yagona taqobil turdi. Urush maydonida har qanday ittifoq beshimiz bo'lmaydi. G'arbning xristianlarga Rossiya o'zi yolg'iz yakka taqobil turdi. Urush maydonida har qanday ittifoq beshimiz bo'lmaydi dedi. Bu nimadan darak berdi? Lodi agentligi 7-ayning 29-kuni yutib.
Yana bir haber vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump aldıraçlı ichida Shotlandiya ziyoratini oxirlashtirdi. Yevropa İttifaqı bilan tamoyilli beji kelishim imzoladi. G'azzaga yordam berishni avval o'ylashdi. Rossiyaga berilgan 50 kunlik urush to'xtatish vaqtini qisqartdi. Mavzuli xabar 7-oyning 29-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Shotlandiyada Angliyaning vaziri Staymer bilan ko'rishdi. Kechiringlar, Shotlandiyada ziyoratda bo'layotgan prezident Donald Trump 7-oyning 28-kuni bunday ko'rsatdi. Rossiyaga sabr toqatim tugadi. Ukraina urushining oxirgi cheki bugundan boshlab 10 kun bilan 12 kun oralig'ida bo'ladi. Yana saqlab turishning hech qanday sababi qolmadi. Biz yaxshi niyat bilan yordam beraylik dedik. Biz hozirgacha hech qanday ilgirlashni ko'rmadik. Bu yerda deyilayotgan gap bu yil 7-oyning 14-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Rossiyaga 50 kun muhlat berdi. Bu 50 kunchi bo'lganda 9-oyning 2-3 kunigacha vatandosh. Hozir endi prezident Donald Trump o'tirg'i chiqib, ya'ni shunday dediki, unda uzun vaqt berganga bizning hech qanday sabablarimiz yo'q. Faqat hozirning o'zida bo'lish kerak ish, ya'ni 10 kun 12 kun ichida Rossiya urush to'xtatish kelishimi Ukraina bilan imzolash kerak. Yoki Rossiya bilan Ukraina urush to'xtatish kelishimi imzolash lozim. Demak 50 kun hozir 10 kun 12 kun qisqartirildi bo'lsa, bu 8-oyning 10-kuni 15-kuni atrofigacha bu ishni bir taraf qilsan degan gap atandash. Buni bilan selishtirib ko'ring, hozir Janubiy Rossiyada masalan Ozarbayjonga Turkiya askar chiqardi. O tarafdan Rossiyaning oldida endi bu tarafdan kelayotgan besim qarsak prezident Donald Trump yuqoriqadek besim paydo qildi. Ukraina urushi 10 kun 12 kun ichida oxirlashi kerak. Anladingizmi vatandosh? Yani bir xabar. Türkiye Rossiyaga urush ogohlantirishi berdi. Türkiye'nin zor bir turkum harbiy qo'shini Ozarbayjonga kirdi. Kavkaz urushining girvigiga yetib keldi. Yer shari tez xabar beri 7-oyning 29-kuni yutib. Yani bir xabar. Beijingning amaliy ahvoli oshkorlandi. Texmi cho'ng zo'r ofat junguga qarab yuzlandi. Bu yil ichidagi cho'ng o'yin boshlandi. Tayvan bo'g'uzi vaziyatini qanday bir taraf qilish kerak? Prezident Donald Trumpning pozitsiyasi oshkor bo'ldi. Umid sadosi 7-oyning 29-kuni yutdi. Bugun 7-oyning 28-29-kunlari mush 2 kun ichida yuz berayotgan vaziyat o'zgarishlar jumla vatandosh. Yana bir xabar. Xalipan Jungo'ning davlat mahkamasining ma'mur vaziri bu qatimqi 3 qatimliq Jungo Amerika o'tirishga tamoyilli beji suhbatining Jungo taraf vakili vatandosh. Anlag'i? Xalipan sukut ichida meydandan ayrıldı. Sukut ichida meydandan ayrıldı. Diqqat vatandosh. Von der Leyen prezident Donald Trump Jungo'ga qarshi turadigan ko'zor taqdim qildi. Yevropa İttifaqıning raisi Ursula von der Leyen xonim bu qatim Shotlandiyada ko'rishganda balki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpga Jungo'ga taqobil turadigan ko'zor taqdim qildi. Amerika Jungo Stockholm suhbatining tunji kuni. Yani 3. qatimliq suhbat Stockholmda boshlandi. Tuniga 28-kuni Amerika Jungo tamoyilli beji suhbati, Amerika Jungo savdo suhbati Stockholmda boshlandi vatandosh. Tunji kuni suhbat boshlangan tunji kuni Amerika tarafining qattiq pozitsiyasini ichida yig'in ochildi. Yoki suhbat Amerika tarafining qattiq pozitsiyasi ichida boshlandi. Yevropa İttifaqı fundamental bo'lib berdi.
Demek Cungo Amerika söhbetiga Yevropa İttifaqı fundamental bolup berdi degende Cungo meselesi boyunca Yevropa İttifaqı Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ning siyosetini qo'llandi ve shuningga masalan kelishim imzolash, tamoyilni bejik kelishim imzolash, savdo ishi bilan Amerika Yevropa İttifaqidagi masalalar tubullay yechildi. Şu münasebetlerini Yevropa İttifaqı hazır Cungo'ga qarshi bo'yicha Prezident Donald Trump hükümetini fundamental yani asas bilan ta'minlaydi. Volkuchsa televiziyasi 7 ayning 29 kuni yutdi. Bunun dışı şuna da katkılan bir cümle. Cungo'nun savdo sohbat vakili Xelipem sukut içinde, eğrilik yoki jimg'o'rlik içinde meydandan çekindi. Demek cevap beradigan so'zmi yo'q, takallashadigan asosmi yo'q, talab qiladigan masala va omilmi yo'q. Bu qatam bosh nimdida Stockholm sohbati, Stockholm yig'ini Amerika Jungo o'rtasida o'tkazilgan 3-qatimliq sohbat bir kayfiyat ichida. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Donald Trumpning qattiq pozitsiyasi ichida boshlandi va echildi deydi. Moshinaga diqqat qiling vatandoshlar. Yani bir xabar. Jungo Amerika o'rtasida jiddiy bir xabar tarqaldi. Mavzuda xabar 7 ayning 29 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Reuters 7 ayning 29 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata va Kengash Palata a'zolari ikki palata a'zolari birlashib mushabdi ichida Jungo'da oz sonliq millatlar masalasi, g'ayri fikrlikka siyosiy ko'zqarashlar masalasi va Tayvan masalasi to'g'risida qonun loyiha ma'qullashdi. Başta nima dedi? Prezident Donald Trump dedi, "Men hozir Tayvandan voz kechishni chetga qoqmayman" dedi vatandosh. Tayvanda yaqinda bir haftadan bir bo'lib o'tgan amaldan qoldirish. Men dedimga o'zim tushunmadim. Lekin bu zodi qanday amaldan qoldirish? Chunki material kam bo'lib qoldi, kechiring bizga vatandosh. U ishlar bo'lib o'tdi, mag'lub bo'ldi, g'alaba qildi, g'alaba qilgan qaysi taraf, mag'lub bo'lgan qaysi taraf. Buni men qiramidi, meni kechiring vatandosh. Hozir NBA kelgan nima deydi? Amerikada ishga palata, partiya ko'zqara, partiya guruhlar ko'zqarashidan tashqari. Kengash palata a'zolari mushabdi ichida Jungo'da sonliq millatlar masalasi, g'ayri fikrliklar masalasi to'g'risida va Tayvan to'g'risida qonun loyiha ma'qullaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Beijing bilan savdo munosabatiga diqqat qilayotganda bu qonun loyiha bexatarlik va kishilik huquq masalasini ta'kidlaydi. Reuters mundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyiha Amerika Jungo Stockholmda o'tkazayotgan suhbatni texnik murakkablashtirib etdi. Hozir Reutersning qiyosi Stockholmda suhbat o'tkazilyapti. Jungo Amerika suhbati, savdo suhbati, tamoyilni bejim masalasi. Ana shunda ahvolda hozir davlat majlisi mushabtisida Tayvan to'g'risida, kishilik huquq va oz sonliq millatlar to'g'risida shunda bir qonun loyiha o'tirib qo'ysa, bu qonun loyiha Stockholmda o'tkazayotgan suhbatni murakkablashtirib etdi, debdi vatandosh. Bugungi sizlarga yetkazilgan xabarlarimizning materiallari yuqoridagi vatandoshlar. Endi siz buning ichida 3 masalaga diqqat qiling vatandosh. Birinchi masala Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump. Jungo bilan bo'lgan munosabatlar doirasida masalan prezident Donald Trump Xi Jinpingni ko'rishdi degan masala. Bu asli diplomatiya masalasi. Buningda Jungoliklar haliqi shahar davlatlar yoki Osiyo davlatlari o'z xatiriga e'tibor berdi deydigan gapimiz bor. Desa masalan mayli diplomatlar, davlat ishlar kotiblar o'zaro ko'rishganda bo'lsin va yoki davlat rahbarlari o'zaro ko'rishganda bo'lsin. Bu qandaqdir Amerika tarafining taklifi bo'yicha, Amerika taraf diplomatlarining taklifi bo'yicha, davlat ishlar kotibining taklifi bo'yicha
Beijing'e ziyaret kilidi ve ya ki Beijing ziyaretke bar degan gaplarni bu jamoat fikri için Xitoy torbatlardan nayt köptürüp bunun da teşebbüskarlık Jungo'nun kolida. Jungo teklif kıldı bu rehberler Beijing'e kilidi Jungo'yu ziyaret kilidi. Jungo teklif kılmaydı, kelmeydi. Eğer Amerika Qo'shma Shtatlar teklif kılsa biz barımız, bo'lmasa bormaymiz. Moşununda Jungo Kompartiya özünü Xitoy tilida gavzitay. Ya çoğ tutup, özünü çoğ tutup, yuqori tutup, mush kunigacha teşviqat qilib keldi, xabar qilib keldi vatandaş. Bu yerda siz bir cümlelerle cevap beresiz. Nima deysiz? Hozir Amerika Jungo ikki davlat munosabatida Amerika tashabbuskor o'rinda turayotgan davlat bo'lsa, sen qandaqsiga prezident Donald Trump talab qildi, Jungoni ziyorat qilaman dedi. Shunda talab qildi yoki davlat ishlar kotibi kim shunda talab qildi, Jungoni ziyorat qilaman dedi deydigan yolg'on tashviqotni tarqatalaysan Jungolaqay. Mush tashviqotning hammasi qandaq matbuot e'lon qilinishidan qat'iy nazar hammasi yolg'on vatandosh. İki devlet munosabatida izchil holda mayli siyosat, mayli harbiy ishlar, mayli diplomatiya ishlarida Amerika Qo'shma Shtatlar tashabbuskor o'rinda turgan ekan. Mana bugun prezident Donald Trump nima debdi? Jungoliqlar chaqirsa men ziyoratga berishim mumkin. Bo'lmasa mening istaydigan ishim, izlanadigan ishim yo'q. Yakında degene parvoyim palak Jungoga bordim nem bo'ldi, bormadim nem bo'ldi, cho'ng ish emas degandek bir gap aytadilar. Bu to'g'riga, albatta to'g'riga. Endi üçüncü olap nima deymiz? Bu qatim tuyuqsiz Shotlandiyada ko'chirish. Angliyaning vaziri Staymer bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqining komitetining raisi Van der Leyen xonim bilan uchrashdi. Balki kelishim imzoladi. Yevropa Ittifoqi bilan sodi kelishimi. Hozirgacha Angliya bilan Amerika, Yaponiya bilan Amerika. Endi bugunlardan Amerika bilan Yaponiya ittifoq kechiringlar. Yevropa İttifaqı o'rtasida tamoyil bejimi kelishimi imzolanib bo'ldi. Esh qolgani Jungo. Biz tunugunlarda nima dedik? Hozirgi yig'in yoki suhbat hammasi Jungo bilan bo'lgan suhbat Yevropadagi xalqaro so'rovlarga o'rlashtirildi dedik. Yoki Jungoga yaqin yerda bir yerga yoki qo'shni davlatlardan bir yerga yoki Jungoning shaharlaridan bir yerga o'rlashtirilmadi. Bunun mu yana Amerika Qo'shma Shtatlarining ustunligi, a'loligi yana birinchi bo'lib o'ttirg'i chiqdi vatandosh. Chiqdi ham shunday bo'ldi. Bu ikkinchi masala tugadi vatandosh. Uchinchi masala Turkiya masalasi. Hozir Turkiya Ozarbayjonga askar chiqardi deydi bu. Ajoyib katta gap vatandosh. Hozirgi dunyo vaziyatida aytganda Ukraina urush maydoni endi qarab degandek ciddi bir halde Janubiy Rossiya urush maydoni deb mushundaq maydon ochiladigan bo'lsa bu dunyoning vaziyati hozir qaysi davrga qandaq vaqt makonga kirib zamonga kirib keldi. Darhol anqirib ketish tez to'xtaydi jimo vatandoshim. Bu ajoyib tuyuqsizlik his qiladigan bir ishda bu. Endi ustiga hozir bugun Kavkaz ittifoqi qurilibdi. Kavkaz ittifoqi qurilibdi. Buning ichida Armeniya Rossiyadan tamam voz geçipti. Yani Ermeniya bilan Azerbaycan ittifaqlashdi degan gap vatandosh. Shundaqda Turkiya qo'shilgan bo'lsa endilikda rastilla Janubiy Rossiyaning ahvoli nima deymiz? Janubiy Rossiyaning ahvoli xatarli. Yani Kavkazdan hozir Jungo nima Kavkazdan Rossiya ayrilib qoladigandek degan ma'no chiqamdi yo'q tahlil qilib bilan o'zingiz uni tasavvurlar vatandoshim. Yani bu tigidima 4-cü məsələ nima desiniz? Hozir Tayvan masalasi g'ayri gap chiqdi. Men boshda aytdim. Hozir Tayvanda bo'layotgan amaldan qoldirish bu degan harakatning nima ekanligini tushunmadim. Hozir yuqorida 3 biz qisqa xabarni anglatdik nima? Tayvanning vaqti oz qoldi bu bir. Ikkinchi prezident Donald Trumpning aytgani masalan Tayvanni voz kechishni chetga qoqmaymiz. Bu yomon og'ir gap vatandosh. Demek hozir Tayvan bo'g'izdagi siyosatning o'zgarishi intayin kaskin davr kirdi degan gap vatandoshim. Nima? Intayin kaskin davr kirdi. Bundan lekin Tayvan bo'g'izning vaziyati qandoq o'zgardi? Nima ishlar 101dan oldimizda o'tirg'i chiqdi. 8-oy Jungo uchun intayin og'ir xatarlik oy deyilgan edi. 8-oy kirmay turibli boshlandi bu ishlar vatandosh hozir qaraganda.
Qaraganda anda yana birisi Prezident Donald Trump'ning Rossiyaga bergan muhlat 50 kunlik muhlat 7 ayning 14-kuni bergan edi. Bugun bundan voz kechib, hozir sen 10 kun bilan 12 o'tirlig'ida Ukraina urushini to'xtatsan dedi. Qaltis gap vatandosh. Prezident Donald Trump'ning siyosat belgilovchi aytgani va qaltis gap vatandosh. Moshundaq bir paytda, masalan, Donald Trump 10 kun bilan 13 kun ichida Ukraina bilan Rossiya urush to'xtatish kelishimi imzolaysan degan bo'lsa, dal musha asnoda Turkiyaning Ozarbayjonga kirishi, Ozarbayjonning Rossiyaga urush e'lon qilishi, Turkiyaning Rossiyaga urush e'lon qilishi qaltis vaziyat vatandoshlar.